Samarqandda yana bir tarixiy obida bilan tanishib chiqamiz. Nodir Devonbegi madrasasini eshitganmisiz? Imom Xoliqon davrida 1622-yilda qurilgan bu bino Xo'ja Ahror Vali hazratlarini ziyoratgohlari, qabrlarini yonida joylashgan. Keling, bu haqida sizga ko'rsatib gapirib beraman. Bu bino o'sha vaqtda Devonbegi bo'lgan, ya'ni Imom Xoliqonni bosh vaziri va tog'asi bo'lgan Nodirxon tarafidan o'zini hisobidan, o'zini kissasidan qurilgan. U zot o'sha vaqtda juda saxovatpesha, saxiy insonlardan biri bo'lgan. Chunki Samarqandda, Buxoroda bir qancha tarixiy binolarni qurgan inson hisoblanadi. Bu masjid, bu astag'firullah, madrasa shunga o'xshaydi. Registondagi Sherdor madrasasining kichigi, o'sha o'xshashligi uchun Kichkina Sherdor degan laqab bilan tanilgan. Xo'p, buni kirishdan me'moriy uslubi biroz O'rta Osiyo va Eron me'moriy uslubiga hamohang. O'ng taraf, chap taraf, orqada 3 ta nimasi bor, ayvoni bor, o'rtada katta markaziy masjidi bor. Keling, ularni ham ko'rsataman. Aslida bu madrasa 90-yillarda qaytadan ochilgan. Hatto meni o'zimning otam ham mana shu madrasada tahsil olganlar. Amakimlar, yaqinlarim shu yerda o'qishgan. Keyinchalik noma'lum sabablarga ko'ra bu masjid yopilgan, kunimizda muzey sifatida ishlatiladi. Inshaalloh yana madrasa qilib ochilsa ajab emas, Alloh taologa oson. Xo'p, keling, bu o'ng tarafni ko'rsataman. Atrofida hujralar bor, o'ngda, chapda darsxonalari bo'lgan. Keyin talabalar namoz vaqtlari tashqariga chiqmasdan ichkarida shu yerni o'zida namoz o'qishgan. Shu yerda masjidida. Mana shu masjid, madrasani o'ngda chapda xonaqohlari bor. Bu yer hozir mehmonlar bor. Nima qilmaymiz? Bir gap gapirsa, bir domla ma'ruza qilsa yoki imom namoz o'qigan vaqti qiroat qilsa, butun masjid eshitadi. Akustikasi juda dahshat me'moriy usulda qurilgan. Va ko'cha issiq bo'lganiga qaramay bir salqingina, juda bir mazza, qurilishi juda mukammal bo'lgan. 4 asr oldin shunaqa go'zal bino qurilgan. Siz bu madrasani ko'rganmisiz? Keling, agar ko'rmagan bo'lsangiz, Samarqandga ziyorat qilganda unutmang.